O'zbek seriali Tozalovchining 85-qismi 2025-yilning 30-oktyabr kuni soat 21:25 da Milliy TV kanalida namoyish etiladi. Sana ozyoq yangi voqealarning boshlanishidan darak beradi. Har chang ortida bir ayolning hikoyasi bor, kuch, iztirob va sabr bilan yo'g'rilgan hayot. Tozalovchi oddiy serial emas, balki inson qalbining aksidir. Bu yerda chang, ko'cha changi emas, ruh changi. Bosh qahramon duch kelgan sinovlar uni yanada kuchliroq qiladi, lekin mehrini yo'qotmaydi. Rejissyor hayotiy drama va ijtimoiy muammolarni nozik tarzda birlashtirib, insoniylik va qat'iyatning qanday yonma-yon borishini ko'rsatadi. Har bir sahna his-tuyg'ular bilan to'la, mazmuni chuqur. Serial tashqi emas, ichki poklikning ahamiyatini eslatadi. Shu bois Tozalovchi bugungi o'zbek televideniyesining eng samimiy va ta'sirli asarlaridan biri sanaladi.